Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Navbatdagi ko'chmas mulkimizdan bir ajoyib hovli-joy videoni o'tirmasdan kuzatinglar. Yarim plan garajına ega 100% patkuch holatda döşelgen, tayyor holatda sotuvga chiqqan hovli-joylarimiz bor. Like'larni bosib kuzatinglar. Lokatsiyasına keladigan bo'lsak, Sanjar to'yxonaga kelib shunday telefon ursangizlar, mulk egasini nomerini beramiz, kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Garajı bor, oldilari steshya qilingan, gazi, suvi, sveti, transportlaridan muammosi yo'q do'stlar. Gelasizlar, görasizlar. Garajam bor ekan yurtdoshlar. Ko'rishingizdeki isitish tizimlaridan o'rnatilgan, patologlardan ishlangan, steshkasi qilingan. Vozduk sirkulyatsiya liniyalaridan bor, bu yerda suv ketadigan traplardan ishlab qo'yibdilar. Ko'rkalari ishlangan, fon fasadlar, travertiller qilingan, laklangan. Aynalarimiz ham sifatlisidan, defa qismi ham ajoyib ishlangan bo'ladi yurtdoshlar. Aluvchilarga nasib etsin, pol ostidan sirkulyatsiya liniyalari bor ekan. G'olni eshiklarimiz yine ajoyib eshiklar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Joyimizga yarashib turibdi. Bismillahda bir ichkari qismini tanishamiz. Ining do'stlar, bu dalonimiz. Bu ishning bunday joylari, daloni bunchalik katta bo'lmaydi, bilasizlar. Bahosini berib boringlar do'stlar. Like'larni bosib beringlar. Garajning ustidan boshlaymiz. Girgandan beri rakovinamiz, kafellar urilgan, oynalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Ining do'stlar. Garajning usti zal bo'ladi. Laklangan yog'och pol yurtdoshlayning. Aboydan chiqib turibdi, patologlar ham ishlangan. Bir lyustrasikamiz. Bir de isitish tizimlari ham bor. Do'stlar, kelishsangizlarmi? Lyustrasini ham qo'yib beraveradilar. Gilamlar ham ajoyibundan döşab qo'yib to'laylar. Joyimizni balandligi 4 metr bor do'stlar, yolg'on bo'lmasa. İstish tizimlari registri bir de lestnitsani ostidan foydalansa bo'ladi. Asfalt ustiga jamlarimizni qo'yib, ajoyib. Do'stlar, kelinglar, ko'ringlar. Shaharning ichida aeroportga degan adı bor. Territoriyadan bir tixi zo'r mestada joylashgan. Sanjar to'yxonaga shunday o'rinlar nomerini beramiz. Bedayna Spalimiz deytki konudan giyin alıngan. Balandligi ham gap yo'q do'stlar. İstish tizimlari ko'plik bo'lamas, laklangan yog'och pol, podval ham bor do'stlar. Yine bir deyna katta kuxnyamiz, oshxonamiz. Balandligini ham ko'rib turibsizlar. Zo'r. Remontdan akkuratni chiqarganlar, eshiklarimiz ham yaxshi, ajoyib qalin eshiklardan nalishnik koronalar bilan do'stlar. Bir deyna rodительskiy spalni. Katta tushgan ekan bir. Oynasi arka tomoniga qaragan. Kichkina bog'chasi ham bor. Kafel fartuqlarni olib qo'yibdilar, razitchalar, santexnik ishlar qilingan, gaz to'shkalar kelib turibdi. Bundayna sanuzolimiz, akvaplastik ramadan ichkari qismi oynalı. Tapatalka kafellar urilgan. Katta sanuzol. Rakovinasini ko'rib turamiz deyin. Oynasini ham o'rnatib qo'yibdilar do'stlar. Ariston bundayna unitazi, vannasi, smesitillari daqilgan. Duh konturni kotel airfill ekan. Kirmashin joy ham bor, isitish tizimlari deyin. Bedayna do'stlar, bog'da bir mangal tutatmaga, joy unda yog' ko'ydirmaga to'shgan tashab qo'yibdi ekanlar. Ben ko'rsatamiz. Bu yerda oddiy nalarni qo'yib qo'yibdilar. Isitish tizimlari, portishkalar, oynalar. Aluvchilarga nasib etsin, baland solingan, moshni ajoyib qurilgan joylardan. Shaharning ichida narxini keladigan bo'lsak, yine ekranda yozib qoldiramiz. Savdolashib olaverasizlar, like'larni bosib beringlar doimgi deyin. Xonadonimiz sizlarni kutib turibdi. Omon bo'ling, keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.